tumani Dashtchinor mahallasi 65-umumiy ta'lim maktabida Do'stlik Navro'zi davom etmoqda. Haqiqatan ham mana bugungi tadbir doirasida mehmonlar bilan birgalikda ikki millatni milliy taomlarini ko'rib, bu yerdagi taomlardan ham o'xshashlikni, ya'ni bir-biridan ajratib bo'lmaslikni ko'rdik. Mana shu bayram tadbiri bilan sizlarni barchalaringizni tabriklaymiz. Xonadonlaringizda yaxshi kunlar, yaxshi davlat bo'lsin. O'zbekistondagi davlatga tug'ilishni o'zi bir baxt. Bunaqa yurtda, bunaqa yurtboshini fuqarosi bo'lish bir iftixor tuyamiz. Chunki ko'p millat ellatli xalq mana shu vatanda yashaydi. Hammasi bir-biri bilan inoq, birodar. Ayniqsa tojik, o'zbek xalqlariga ko'z tegmasin. Bularning inoqligi yana ham boshqacha. Chunki azaldan eshitib kelamizki, bu bitta xalq, ikki tilda gaplashuvchi bitta millat deb e'tirof etishgan. Bu bejiz emas. Prezidentimizning tashabbuslari bilan yana ham bu do'stlik, birodarlik kuchayib ketdi. Mana shu yerda tug'ilib o'sganman. Bu vatan bilan iftixor tuyaman. Bu baxtni tuyaman. Allohga shukronalar aytamanki, shu vatanga tug'ilganim uchun. Ota-bobomiz ham shu vatanga xizmat qilib o'tgan. Biz ham xizmat qilyapmiz. Mana bugun tumanimizdan ham mehmonlar tashrif buyurishgan. 65-maktabga an'ana tantanalari davom etmoqda.